Sevara! Ha? Namcha baqirasiz? 7 mahallani boshingizga ko'tarib? Bu menga qara. Do'konni kafanga ado qilibdi-ku ukang. Do'konni aylanma pullardan yarmi yo'q. Halol ishlaydi, pok yigit deganmiding? Bor chaqir ukangni. Alo. Ha, Og'abek. Opang mana tez yetib kel. Pochchang chaqiryaptilar. Faqat tez. Xavotir olma, men shu yerdaman. Ha, shu yerdaman. Xo'p. Tushunmadim. Do'konni pulini o'marishda seni ham qo'ling yo'qmi mabodo? Assalomu alaykum pochcha. Pochcha demay tiling uzilsin seni. Do'konni pullarini nima qilding? Men hech narsa qilganim yo'q pochcha. Balkim odam ko'payib ketganda o'g'irlatib qo'ygandirman. Xo'p. O'g'irlatsang 200 ming o'g'irlat, 500 ming o'g'irlat. Borana 1-2 million o'g'irlat. Butun do'konni yarim pulni ham o'g'irlatasanmi? Men Hoziroq to'g'risini aytasan. Yoki bo'lmasa melisi chaqirib hal qilamiz. Men haligi hech narsani bilmayman. Sevara opam. Nima Sevara opa? Nima Sevara opa? Haligi do'konni pullarini sekin-sekin yo'q qilishni ukamga men buyurganman. Men aytganman. Nega siz bir o'zingiz yurgizadigan do'konni sherikchilik bilan yurgizishingiz kerak? Nega ikkiga bo'lishingiz kerak? Tushunmadim-a? To'q miya. Bu do'konga men bilan bab-barobar afzalan pulini qo'shgan. Ozgina kallangni ishlatsang-chi. Ukamda ayb yo'q. U pullarni olib kelishni men buyurganman. U pullarga men tilla taqinchoqlar sotib oldim. Bolalaringizga kiyim-kechak oldim. Nima? O'sha do'stingiz men bilan ukamdan aziz bo'ldimi? Ha? Qachon qarasa shu do'stingizni oldini olasiz. Topgan pulingizni teng yarmini shunga berasiz. Ha? Biz kimmiz unda sizga?